Assalomu alaykum, azizlarim, yaxshimisizlar? Kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Allohga shukr qilaman, mana yana bir ukamizni bir niyati, mana bir amalga oshirgan kun bo'lyapti bugun. Bahodir ukamizning Dostonbekda operatsiyasi. Duoda bo'lib turasizlar, iloyim. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan barcha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. To'g'risi bir 6 oy, 7 oy harakat qildik, lekin Allohga shukr niyatimizga yetdik. Maqsadimizga erishdik. Bundan keyin ham ozgina qo'llab tursangiz yaxshi bo'lardi. O'roz aka, mana dadalarim endi hayajonda, xudo xolasa Hayajonlanadi-da, kutamiz, hech kim kasal bo'lmasin. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Ayniqsa Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistondagi bizni emas, Allohning sevimli bandalari, sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Haqiqiy mana ehsonni biladigan, yaxshilik biladigan insonlarni to'g'risi Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. O'roz aka, mana shu insonlar sabab Bahodir hozir mana shu joyda keldi, operatsiya bo'lyapti. 5 yil, 6 yil qiynalgan, pulsiz, imkonsiz qiynalgan. Allohga shukr. Akasi Dostonbekka ham rahmat. Juda ham ajoyib bo'ldi ekan. Sog' bo'lasizlar, Allohga olasizlar. Shifosini bersin. Ketordingmi aka bo'lsa? Bittash ko'tarib yuring mana. Hadi ketdik. Bor shunday jigarlar, bir-biriga yov, bir-birin holidan hol so'rmas bir rov. Gina yig'volarni unuting darrov. Siz mening jigarim, jigarbandimsiz. Ota-onamdan yodgor, omonatdir siz. Qosh ko'ziga mehr bilan qarashgan, o'yin o'ynab arazlasa yarashgan, yoshligida ko'rpa yostiq talashgan, ulg'ayganda mol-u dunyo talashmas, aka uka arazlasa yarashmas. Ulg'ayganda mol dunyo talashmas, aka uka arazlasa yarashmas. Jigar qadri ketar, jigaring gulib, arosatda qolasan bag'ring tilib. Mard